Avvalambor assalomu alaykum. O'sha Imber kuzatuvchilari. Bugungi obzorlarimiz yana o'sha apalovkalarimiz, stoykalarimiz, monolitni lesalar, kolonnalarimiz, ya'ni bizni jamiki mana shu seximizda ishlab chiqariladigan mahsulotlarimiz bo'yicha obzorlarni qilib beramiz. Xo'p, tayyorlanish jarayonlari, ya'ni apalovkalarimiz 50, 60, 70, 80, 1 metrliklarimiz. Bularda o'sha tayyorlanish jarayonlari, listlarimizni kesilishi, sekin astalgan ish jarayonlarini to'liq ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Kolonnalarimiz, ya'ni o'sha 40lik, 50lik, 38lik kolonnalarimiz tayyorlab berish bemalol tayyorlab bera olamiz. Bundan tashqari burchaklarimiz, yana qolaversa yangilik qilib qo'yganmiz. O'sha monolitni stoykalarimiz agar kimgadir kerak bo'lsa, buni komplekt holatda ham sotishimiz mumkin. Ya'ni o'sha mexanizmini komplekt holatida sotishimiz ham mumkin. Agar kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaversa, buni cheklanmagan miqdorda bor. O'z summasi 28 ming so'mdan chiqadi, ya'ni xuddi mana shu komplekt holatda bo'ladi. Ya'ni giplarimiz, lazerimiz, tayyor mahsulotlar holatimiz ham bor, ya'ni 27lik, 30lik sesmalarimiz. Listlarimiz o'sha rossiyskiy mumkin listlarimiz, ya'ni 2, 2,5, 208 barcha listlarimizdan bor. 4lik listimizni kesilish jarayoni. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, bu tarafdagi jarayonlarimizdan o'sha 370lik o'zimizni monolitni stoykalarimiz, ya'ni kraskalanishga tayyor holati, 1 metrlik, 2 metrlik lesalarimizni kashaklari, tayyor holatdagisi mana yigitlarimiz ish jarayonida 1 metrlik lesalarimiz mana kraska holatda tayyori, 2 metrlik lesalarimiz, monolitni stoykalarimizni kraskalanish jarayonlari. Padonlarimiz barchasini misol uchun o'zimiz birinchi qo'lda ishlab chiqarilishi, yana bitta asosiy yangiliklarimiz bittasi bu 2 xil o'lchamdagi lesalarimizni ishlab chiqaryapmiz. Ya'ni o'sha o'zimizda vodiyning standarti bo'lgan 94 ga 2 bo'ladigan bo'lsa, asosan vohani talablariga binoan, ya'ni talablariga qarab turib biz 1,7 sm, ya'ni o'sha razmeri 2 metr, uzunligi ham 2 metr, eni 1,7 sm lesalarimiz bor. Bularda narxini baribir so'raysizlar. Narxi o'sha lesalarimizni vodiyning standartini 640 ming so'm qilib beradigan bo'lsak, voha uchun 1,7 sm lesalarimizni 680 ming so'mdan to'liq ishlab chiqarib bera olamiz. Cheklanmagan miqdorda, ya'ni mana o'sha barcha mahsulotlarimiz faqat tayyorlanish jarayonida pachka holatida bo'ladi, ya'ni dona bilan ishlamaymiz. Kolonnalarimizda kraska sepilish jarayoni, bizga yana ko'pchilik murojaat qiladi, o'sha tayrotlar bormi? Tayrotlarimiz ham bor. Bularda komplekt holatda 50 ming, 60 ming so'm chiqadi. Ya'ni to'liq o'sha komplekt holatida beramiz. Kimgadir o'zi tayrot o'qlari bor, gaykasi kerak bo'lsa, mana shu Xitoy gaykalarimizni donasini 15 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda yetkazib beraveramiz. Bular asosan o'sha regellar uchun, ya'ni yirik do'mpiruvchilarimiz regellari uchun buni donasi 15 ming so'mdan chiqadi. Kimga nechta kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan aloqaga chiqaverasizlar. O'sha o'zimizda apalovkalarimiz 50, 60, 70, 80, 1 metrlik apalovkalarimiz. Bularimizni summalari ozgincha o'zgargan. Ya'ni bularning summalari o'sha 7 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Ya'ni 50ligimiz, 60ligimiz 8 million 800 ming, 70ligimizni 11 million so'm qilib beramiz. 80ligimiz 12 million 200 ming so'm, 1 metrligimiz 14,5 million so'mdan boshlanadi. Xo'p, akalar, o'sha hozir aytib o'tgan monolitni stoykalarimiz, ya'ni buni turli xil o'lchamdagisi, turli xil ko'rinishdagisidan bor. Asosan 2,5, 3,5, 370 da ham 2 xil varianti bor. Ya'ni atinkovkalisi bor, o'zimiz ishlab chiqarganimizdan bor. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. To'liq qanaqangi yordamlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib yordam so'rashlaring mumkin. O'sha Imbergdagi nomerimiz doim ish faoliyatida. Mishalkalarimiz, aravalarimiz,
Mishalkalarimiz 3 million 200 ming so'mdan to 6 million so'mgacha. Aravalarimiz 430 ming so'mdan 450 ming so'mgacha. Ikki g'ildirakli aravalarimiz bor. Ular 700 ming 800 ming so'm chiqadi summalari. Ularni ham qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Kolonnalarimiz, xo'p, bularimizni narxi 1 million so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha bo'ladi. Ya'ni leslarda qalinligi, beldamlarining ko'pligi, bularni hammasini to'liq tayyorotda komplekt holatda beramiz. Kimga xuddi mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Qo'llab-quvvatlab, like bosish esdan chiqmasin. O'sha adresimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Dehqonobod Komiterindan bo'lyapti. Patiska bo'lish esdan chiqmasin.